Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan turistik timzor ovqat yeymiz. Yog'lama degan ovqat. Ovqatga ketadigan mahsulotlar hamma vaqtdek ekraningizda yozilgan. Bu ovqat juda ham mazali va juda ham tayyorlanishi oson bo'lgan ovqat. Buning uchun bizga piyoz, bolgarskiy peris va pomidorni maydalab olishimiz kerak, kubik shaklida qilib. Iloji boricha hammasini bir xil razmerda qilsak, ovqatimiz chiroyli ko'rinishda bo'lib chiqadi. Hammasini maydalab bo'lganimizdan keyin skоворodkaga yog'ni solib, qizigan yog'ga farshni solib qovurishdan boshlaymiz. Farshimizni yaxshilab qovurib, keyin ustidan birinchi bo'lib piyoz solamiz. Piyoz solishimizning sababi piyoz tirik qolmasligi kerak. Piyozimizni go'sht bilan yaxshilab qovurib olganimizdan keyin ustidan bolgarskiy peris solamiz. Pomidorni oxirida solamiz, sababi pomidorning so'ki chiqib ketadi. Pomidorimizni solganimizdan keyin ozgina qovurib turib, tomatni pasta solib, ozgina suv solib tushit qilib olamiz. Keyin ovqatimiz tayyor bo'lgan paytiga qarab sariyog' solamiz. Sariyog'imiz eriguncha aralashtiramiz va skоворodkamizda chekkaga olib qo'yamiz. Keyin lavashimizni olib, skоворodkaga shunaqa chetlarini botirib olamiz. Keyin terishni boshlaymiz. Lavashni qo'ydik, ustidan tayyor bo'lgan farshimizni solamiz. Ustidan yana lavash, yana farsh. Tabga qarab achchiq burch qo'shsa ham bo'ladi. Kimga yoqsa, qo'shsa mazali bo'ladi. Qarabsizki, ovqatimiz tayyor. Uni 4 qismga bo'lib olamiz. Shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Yoqimli ishtaha.